Assalomu alaykum aziz do'stlar. Golf TV kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, anchadan beri video qo'ymayotgandim. Chunki oldin qo'ygan videomda, ya'ni tropikda dron ishlab chiqaramiz degandim. Lekin vaqt bo'lmay qoldi. Orada 7-8 dron Minskga kirib ketib qoldi. Xo'p, mayli, o'tgan ish o'tdi. Xo'p, endi boshqadan video qo'yaman. Polpik haqida, ya'ni ham tronga o'xshagan, faqat osonrog'i. Ya'ni polpik mana bunaqa bo'ladi. Xo'p. Boshida sizlar misol kirganinglarda polpikni registratsiyadan o'tasizlar. Registratsiyadan o'tish uchun xo'p. Kirganinglardan keyin sizlarda ro'yxatdan o'tish degan joy bo'ladi. Uni bosasizlar, bu yoqqa ismingizni kiritasiz. Keyin elektron pochta, parol, keyin ro'yxatdan o'tishni bosasizlar. Men o'sha ro'yxatdan o'tib bo'lganman. Bu polpik qanaqa? Tronga o'xshagan, xuddi sarmoyadan kirsalar ham bo'ladi, sarmoyasiz kirsalar ham bo'ladi. Lekin bitta gap aytaman, to'g'ri, bu trondan sal arzonroq. Tron misol hozirgi paytda 3,5 ming, 3700 bo'lsa, bu adashmasam 1000 so'mda shunaqa. Xo'p. Tak. Bu ro'yxatdan o'tganlardan keyin hozir nimaga noto'g'ri deyapti? Bu yoqqa Shohruxxon email kiritamiz. Endi kiramiz. Xo'p. Shunaqa oyna ochiladi. Keyin sizlar elektron pochtaga kirasizlar. Elektron pochtaga kirganinglardan keyin u verifikatsiyadan o'tkazasizlar, ya'ni tasdiqlab qo'yasizlar. Tasdiqlagandan keyin sizlarga 10 ta bunaqa aylantirishib beradi, ya'ni bonus. Xo'p, undan keyin sizlarda boshida stone, ya'ni birinchi darajada bo'lsizlar, keyin buni 5 dan boshlasalar bo'ladi. Hozir men 2 kun, 3 kun bo'ldi ochganimga, adashmasam. O'sha sigllarga o'tib oldim. Nimaga? Chunki bunda osonroq. Xo'p. Bu ham xuddi shu tronga o'xshagan. Depozit bo'lmaga kirasizlar. Sizlarda shunaqa ochiladi. Va kopirovat qilib, bevosita to'ldirsada bo'ladi. Xolasida Binance, xolasida Transwallet'dan. Xo'p. Xo'p, kerakli bo'lsa bo'ldik. Endi ham xuddi shu tropikni bir turi. Men bu yoqqa depozit qilganman, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana 2 marta depozit qilgan ekanman. 151 plus 18 shunda necha bo'ladi? 169 170. Xo'p, 170 dan men tushdim, lekin chunki o'ynagan vaqtim 250-300 gacha ko'tardim va Minskga kirib ketdim. Oxirida chiqarganim 15 polpik bo'ldi. Xo'p, endi buni ko'taramiz. Buni ko'tarish osonroq. Xo'p, taktika o'sha 1.39. Tak.
10 yoki 20 qilamiz, lekin chiqib ketamiz. Hop, boshladik. Mana ko'rishinglar mumkin, shu plyusga kirdik. Sizlar faqatdan 5 yoki 10 qilinglar, chiqib ketinglar bo'ldi. Boshqa qaytib kirmanglar. Balansga qarab. Misol men balansimdan 10% yutganimdan keyin chiqib ketaman. Hop. Lekin bunda yutish osonroq. Tronga nisbatan. To'g'ri, Trondan arzon, lekin bemalol boshlasangiz bo'ladi bundan. Tron sal qimmatroq. Olaman desanglar agar через bot orqali olsangiz bo'ladi. O'zi mana 6dan oshdi. 92 ta aylantirish. Hop, mana 10dan ham oshirdik. Ondan oshirdik. Mana 10dan oshirdik. Tak, endi nima qilamiz? Pul chiqaramiz. Hop, bundan oldin Binance kiramiz. Hop. USD. Hop, получить. Полпик. Hop, mana kalkulyator qilamiz. Bunda qaranglar. Tropikda 7,5, bunda 1.5, yana 1.5. Bu 5 komissiya. Mana kiritamiz. Hop, miqdor. Bu qo'yamiz.
va chiqaramiz. Bo'ldi. Chiqarishga qo'ydik. Endi chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Boya bonusimni ishlatgandim. Yana bu yerda kimga qiziq bo'lsa bemalol kirib ro'yxatdan o'tib o'ynashingiz mumkin. Bu osonroq. Xudo xolasa buni mingga chiqaramiz. Mingdan oshiramiz lekin yana har kuni keyin 50-60 qilib chiqaramiz kuniga. Xo'p, bugun 13-aprel ekan. Oyning oxirigacha qancha qilaganmiz. Harakat qilaman har kuni video qo'yishga. Mana o'sha pulimiz ham tushdi adashmasam. Xo'p, Binance. Pulimiz tushdi adashmasam, ishlanmoqda. Mana o'zi bugun ertalab chiqargandim pul 82 sent. Hozir ham 82 sent chiqardim. Yo'dan ko'ra bo'ladi. Yo'qmiz. Lekin bu juda oson tronga nisbatan. Mana o'zi muvaffaqiyatli yetishdingiz. Hop. Tushunarlik. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.